Hurmatli obunachilar, barchalarga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Biz ishlarimizni boshlab olganmiz. To'kli razvedkalarimizni qo'yib berganmiz. Juda ham chotga turaveradi bu, bu joyga tushib ketaveradi. Bu endi qanaqa vaziyatlarda foydalanadi desalang, misol sahna bo'lsa, sahnaga bu joyga qo'ysalar ham bo'laveradi. Misol eziladigan joylarda shunday ezib ketaverasiz. Bakka biz mikrofonlarni moslab berganmiz, chiqarib. Bitta qilib bersangiz bo'laveradi. Ikkita qo'yib berganmiz mikrofonlarni. Buni shuni tortib turib, Mamitga shuni ulab bersangiz, xohlagan muzikaga aytaverasiz. Bitta ham to'tkilarni qo'yib berganmiz, ko'rishlaring mumkin. Bizni ko'rib kuzatishda davom eting. Obuna bo'lish eslaridan chiqmasin. Sog' bo'linglar.